Bu eshigimiz hojatxonaga, bunisi bo'lsa yana bir obyektimiz olganmiz. Obyektimiz 3 metrga 3,5 metr. Bu yerimizga hojatxona, dushovoy zona, bu yerimizga koridor bo'ladi. O'rtada ikkita eshik bo'ladi. Buni ham bitta tirsalatib bitirib olamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, sanuzilimizni ham chiroyli qilib bitirib oldik. Bu eshigimiz hojatxonaga, bunisi bo'lsa dushovoy xonaga kirib ketadigan eshigimiz. Koridorimizda kirganimizda chap qo'l tarafimizga avtomat kir moshina, ustiga podvesnoy rakvina o'rnatib berganmiz. Bu joyimizga oyna o'rnatib berganmiz. Oynamiz ham podsvetkalik 3 xil rangda yonadi. Abagreklik telamaydigan oyna, polkalarimiz, aksessuarlarimiz, sochiq iladiganlarimiz ham mana yig'ishtiriladigan nikel rangda bo'lgan. O'ng qo'l tarafimizga Ariston, 80 talik Ariston ilib berganmiz. Bu joyimizga shu obyektimizni to'pli poli shu joyga kollektorlari yashirilgan. Bu joyimizga vishilka sochiqlar uchun. Patologimiz natijnoy glyansli oq rangda qilib berganmiz. Devorlarimizdan PVC panel bo'lgan, yorqin ranglardan foydalanganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Pollarimiz ham keramogranit kafillardan bo'lgan. Eshiklarimiz alyumin, o'rtasida alkafon. Bunisi ham xuddi shunday. Eshiklarimiz ham yorqin oq rangda tanlaganmiz. Hojatxonamizga kirganimizda ro'paramizda unitaz, mustahab uchun semisetel. Bu xonamiz ham xuddi shunday PVC panel, glyansli oq natijnoy, elektritskiy vitishga havo sirkulyatsiya qilgani. Bu joyimizda korpumizda shu kanalizatsiyalarda havosi chiqib ketadigan korp yasab berganmiz. Pollarimiz ham keramogranit bo'lgan. Endi bo'lsa sanuzilimizni hozir chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Kirganimizda bu ham xuddi shunday holat. Patologimiz natijnoy, devorlarimiz ham PVC panel bo'lgan, yorqin ranglardan foydalanganmiz. Bu yerda ham dushovoy zonamiz ham 60 santimetrlik trap uklonlari bilan bu joyimizga mana 80 ga 45 tahorat oladigan zona qilib berganmiz. Ko'rib turgan joylar polkamiz, 3 talik qilib polka qilib berganmiz. Bu joyga podsvetka qilib berganmiz. Sochiqlar uchun vishelka o'rnatib berganmiz. Asosiy eshigimizga MDF eshik qo'yilgan, mana oq rangidan. Bunisi ham juda ham chiroyli chiqqan. Do'stlar, yana bir narsa, bizning jamoamizda 5 ta yigitimiz bor va albatta 6-si Botirjon aka Masterdom. Do'stimiz Bahodirjon. Sherzodbek. Ukalar, xizmat mana chiroyli qilib egasiga topshirdik. Egasi juda ham xursand. Bu xizmatimizda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Qiyinchilik bo'lmadi aka, Allohga shukr. Jamoa bilan kelishilgan holda aka, xudo xolasa yaxshi chiroyli qilib bitirishga harakat qilib bitirdik aka. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Botirjon Masterdomga aloqa qilib olasizlar. Do'stlar, mana sanuzilimizni ham chiroyli qilib, a'zolarni qilib, yigitlarimiz bilan video egasiga chiroyli qilib topshirdik. Xullas, kuzatib borganlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Botirjon Masterdom.